oy davomida bitta muammoyingiz yoki bitta niyatingizni amalga oshirib beradigan 1000% kafolat beradigan usul. Keling, o'zim misolimda aytib beraman. 3 oy oldin bitta katta muammoga duch keldim va shu muammomni nima qilsam ham yecha olmayotgan edim. Xafa bo'lib o'tirganimda qizimning arab tili o'qituvchisi keldi va unga shu muammoim haqida gapirganimda aytdiki, Shohid opa, sizga bitta zo'r usul aytaman va bu muammongizdan 100% emas, 1000% kafolat bilan chiqib ketasiz dedi. To'g'risini aytsam, umuman ishonmagan edim. Xo'p, mayli, ayting, qanaqa usul ekan desam, qo'lingizga tasbih olasiz va bitta istig'for etishni boshlaysiz. Ya'ni bitta niyat qilasiz, ey Allohim, shu muammoimga yechimni o'zing bergin deb 40 000 marta astag'firulloh so'zini aytasiz dedilar. Ishonmagandek bo'ldim. Mayli, xo'p, qilib ko'raman dedim. Va boshladim. Aynan shuni o'sha kunning o'zidayoq tasbih olib 40 000 marta istig'for etaman deb niyat qilib boshladim. Ishonasizmi, 6000 taga yetganida shu istig'forim muammoim o'zidan o'zi hal bo'lib ketdi. Men hayratda qoldim. Sizga ham aynan shu usulni tavsiya qilaman.